sinovdan o'tkazish kerakmi buni? Hodisalar bilan birga o'tkazib yuboramiz. Охота, рыбалка va prosta tak o'yinlar bilan to'qqa chiqishga ko'pchilik kelib mashina so'rayapti. Mana sezoni keldi. Bugun sotuvimizda idealnym состоянии Land Cruiser 80 talik keldi va ko'pchilik aytadi, eski arzonroq Land Cruiser chiqsa, jalka bo'lmaydi, olaman haydayman. Yo'q, bu mashinani imенно jalka prosta tak uvol qilishga, chunki kraska ham родной, состояние ham prosta сказка. 97-yil probeg 140 ming kilometr, 4,5 litrli benzin dvigatel, mexanikada blokirovkalari bilan, a также propan установка tayyor turibdi. Родной optika, родной diskada va moldingli haligacha родной, plus полный шумоизоляtsiya qilingan. Qaranglar, состояние hammasi родной kojada, rangi ham o'zgarmagan. Endi oldi qatoriga o'tamiz. Kelinglar. Tak, mana oldi qator, dvernoy karta, torpedka va rullarigacha родной. Родной oldi tomon, reshotka va optikaga ahamiyat beringlar. Endi motorning отсекиga qaranglar. Bizni yumadik, lekin shu turishi ham juda idealni. Hech qanaqa ortiqcha ovozi ham yo'q va усилительlarigacha ham родной. Bu krasavchigina narxiga keladigan bo'lsa, narxi juda ham shirin. 16900 ga berib yuboramiz.